Aziz obunachilar, bugungi videomizda uy sharoitida yuzdagi qora nuqtalardan qanday xalos bo'lishning bir necha usullari haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda yuz terisini suv bug'ida bug'lab olamiz. Demak, birinchi usul. Bora Plus kremini muammo joylarga 15-20 daqiqaga surtiladi, so'ngra sochiq yoki qog'oz salfetka yordamida artib olinadi. Ikkinchi usul. 1 choy qoshiq jelatin, 1 tabletka ko'mir tabletkasi, 2 osh qoshiq sovuq sut yoki suv. Masalliqni aralashtiramiz, tabletkani maydalanadi. Kasha holiga keladi. Maskani jelatini ivishi uchun 10 minutga olib qo'yamiz. So'ngra uni mikroto'lqinli pechga 10 sekundga qo'yib olamiz. Maskani muammo joylariga surtib, maska qotgunicha yuzda ushlaymiz. So'ng yuzdan sekin-asta maskani ishlab olamiz. Usul. Oq loydan maska. 1 osh qoshiq oq loy, suv, 1 choy qoshiq limon suvi. Hamma masalliqlar qaymoq holatiga kelguncha aralashtirib, muammo joylariga surtiladi. Bu maska yog'li terilar uchun mos keladi, chunki u terini qurishtiradi. Maska qotguncha kutiladi, so'ng suvda yuvib tashlanadi. Usul. Zubnoy pasta bilan maska. 1 choy qoshiq zubnoy pastaga 1 choy qoshiq soda aralashtirib maska hosil qilinadi. Zubnoy pasta oq rangli, mentolsiz hamda oqartirish xususiyati bo'lmaganidan tanlash lozim. Maskani tish sho'tkasi bilan muammo joyiga surtiladi, yumshoq sho'tka bilan ishqalab 2 minut turiladi, so'ng yuvib tashlanadi. 5-usul. Limonli maska. 2 choy qoshiq limon so'kiga bitta tuxum sarig'i aralashtirib teriga surtiladi. 10-15 daqiqadan so'ng yuvib tashlanadi. Bu maska yuzni tetiklashtiradi, teri teshiklarini toraytiradi. 6-usul. Tuxum oqidan maska. 1 osh qoshiq limon so'kiga bitta tuxum oqi solib aralashtiriladi. 15-20 daqiqaga yuz terisiga surtiladi. Bu maska yog'li teri uchun mos keladi. 7-usul. Aloy o'simligidan maska. 1 osh qoshiq aloy shirasi, 1 choy qoshiq kurkuma aralashtirib 20 daqiqaga yuz terisiga surtiladi. Undan ko'p ushlab turib bo'lmaydi. Teri sarg'ayib ketishi mumkin. 8-usul. Kokos yog'idan maska. 1 osh qoshiq kokos yog'iga 1 choy qoshiq kurkuma solib yuz terisiga 15-20 daqiqaga surtiladi. 9-usul. Asalli maska. 2 choy qoshiq asal, 1 choy qoshiq limon so'kiga aralashtirib maska hosil qilinadi. 10-15 daqiqaga surtiladi. Bu maska terini yaxshi tozalaydi, qora tochkalardan xalos qiladi, husnbuzarlardan qolgan dog'larni ketkazadi. Aziz ayollar, bu maskalardan foydalanish siz uchun albatta foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmalarini bosing. Biz bilan birga bo'ling.